va kanalimiz kuzatuvchilariga Alloh taolodan so'radim. Tez kunda ota-onalari bilan birgalashib Masjid Nabaviyda, Masjidul Haramda ro'za tutib iftorliklar qilishlik nasib qilsin. Hammalaringizga nasib qilsin. Ramazon oyida umra amal bajarib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga haj qilganlik maqomlariga hammalarimizni Alloh taolo muyassar aylasin. Subhanalloh. İftorlik dasturxoni. Masjidul Nabaviydagi iftorlik dasturxoni. Subhanalloh. Xurmo, qatiq, murch, suv, bo'lichka. Bu O'zbekistondan keltirilgan xamir turishlik, uy noni va shirinliklar. O'zbekistondan keltirilgan shirinliklar. Subhanalloh. Subhanalloh. Alloh taologa duo qilib so'raymiz. Har bandani yetkazsin. Zamzamlar tarqatishyapti. Subhanalloh. Diqqat qiling, Yuksak Travel kompaniyasi siz azizlarni talab va istaklaringizga binoan yangi reyslarimizni siz azizlarga taqdim etadi. 9, 11, 15 mart sanalariga siz azizlar uchun yangi reyslarimizni yo'lga qo'ydik. Farg'ona xalqaro aeroportidan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri reyslarimizni yo'lga qo'ydik. Kimki Ramazon oyida umra amallarini bajarsa, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bilan birga haj qilganlik maqomi beriladi deb rivoyat qilingan. Siz bu savoblardan bebahra qolmang. Hoziroq pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing va biz bilan bog'laning, o'z joyingizni band qiling. Qatiq bilan go'shtni aralashtiramiz. İftorlik dasturxoni bu zamzam bilan xudo xolasa iftorlik qilamiz.